Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kanalimizga obunachilar. Mana navbatda ishimizni ham Xudo xolasa yakunlayapmiz. Bu ishimizni o'zimizni Azaga shahrida qilib beryapmiz. Xudo xolasa o'zimizni shogirdimizning uyi bo'ladi, bu xonadonlari. O'zimizni shu ukamiz materiallarni chiqaradigan o'zimizni shogirdimizning uyiga obunachilar bunimizni oqqa qora rangidan foydalandik. Obunachilar rangini qorasidan qildik. O'ta bir ajoyib, bir o'zgacha, bir o'ta bomba bo'lib chiqdi. O'zingizlar mana ko'rib, mana baho beringlar. Robotxonaga esa mana ikkita pianinali qilib, mana qilib bo'rtirib, chiroyli fasonlarda qilib beryapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona like tugmachalarini sizlardan kutib qolamiz. Obunachilar mana ikkinchi tarafini o'rnatib qo'ysak, Xudo xolasa yakunlanib qoladi. Karnizlarimizni aylantirib qo'ysak. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona sizlardan like tugmachalarini kutib qolamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab hozirgi mahalla 120 ming so'mdan 140 ming so'mga qilib beryapmiz. Obunachilar mana ko'rib turganinglardek, mana ikkinchi tarafiga endi mana atrofini o'rayapmiz. Xudo xolasa chekadan burchalarni chiqarib qo'ysak, pianinasini yopishtirib qo'ysak, xuddi shunaqa bo'lib yana ham darajada ochiladi. Kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimiz qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Musofirda bo'lsanglar ham mana robotxonani tepalarini ham mana qilib, mana ashba qilib 90 gradusdagi qoshlik qilib, chiroyli qilib, mana ko'chasini ham esa lentasini mana belvoqlari kelganiga ham ahamiyat beryapmiz obunachilar. Lentalar